Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana 12 metrlik konteynerga tayyorlangan domigimiz tayyor bo'ldi. Qisqacha obzor qilib o'tamiz. Xonalarimiz razmeri 220 ga 210. Birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz bo'lsa bu yerda ko'rsatamiz. Bu xonamiz razmeri 390 ga 220. Bu xonamiz ham 210 ga 220. Buni buyurtmasi asosida tayyorlab berdik. Bu yerda hammom, razdivalkani ham ko'rsatib o'tamiz. Kiroverish razdivalka. Ikkita tarakini qo'yganmiz. Bu yoq tomonimiz dush. Bitta dushovoy poddon, bitta sinistik qo'yilgan. Bu yoq tomonimiz bo'lsa hojatxona. Tarakini 50 talik Royal Ariston qo'yib berganmiz. Ashpkalarimiz dekor plus qilingan. Ichkarilari 2 qavat tuplet bo'lgan, ya'ni mini vata bilan po'kak solganmiz. Alyumin eshik romlar qo'yib berilgan. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, tayyorlab beriladi.